ustozlar. Bugun sizlarga BSB va CSB tayyor jadvalini tushuntirib beraman. Sizlar uchun alohida ishlab chiqdim. 5-sinfdan 11-sinfgacha hamma formulalari qo'yilgan. Va mana bu pastida chiqadigan yozuvni formulasi ham qo'yilgan. Mana bu joydagi sonlarga, mana bu joydagi foizlarga qarab bu yozuv o'zgaradi. Agar mulohazada o'sha qatta foiz qaysinisigadir nisbatan kam bo'lsa, o'sha bo'limlar bilan o'quvchilar bilan o'sha bo'limlar bilan ishlash kerakligi haqidagi yozuv avtomatik tarzda o'zgaradi. Mana bu joyda masalan 88% qo'llashda 79 va 72% kam chiqqan. Bilish bilan mana mulohazada kam chiqqan. Ana o'shaning uchun mana bu joyda yozuv mulohaza va bilishda ko'proq xatoliklarga yo'l qo'yilgan. Ularni bartaraf etish uchun o'quvchilar bilan to'garakda ishlash kerakligi to'g'risidagi yozuv chiqqan. Mana bu joyga o'tadigan bo'lsak, bu joyda bo'lsa mulohazada ko'p ball bo'lganligi uchun bilish bilan qo'llashda ko'proq xato yo'l qo'yilgan. To'garaklarda shular bilan ishlash to'g'risidagi yozuv chiqadi. Buni ham shu formulaga asosan qo'yib qo'ydim. Demak, qayerda yozuv kam chiqsa, ana o'shanisini bilan ishlash kerak degan yozuv chiqadi. Mana bu joydagi foizlar ham o'rtachasini hisoblashga ham formula qo'ydim. Bu formula ham to'g'ri ishlaydi. Sizlar faqatgina o'sha bilishdan necha ball oldi, qo'llashdan necha ball oldi, mana ko'ryapsizlar avtomatik tarzda hamma foizlar o'zgaryapti va to'g'ri chiqarib beradi. Endi BSBga keladigan bo'lsak, BSBda masalan bir xil fanlarda qo'llash bitta bo'ladi. 2ta bo'lmaydi, 3ta bo'lmaydi. Ana o'shanaqa joyida o'sha kerak emas ustundagi ma'lumotlarni o'chirib qo'yasizlar. Formulaga ta'sir qilmaydi. Bu o'zi avtomatik tarzda yana ishlayveradi. Keyin sinfi fan ma'lumotlarini ham mana bu joydan bemalol qo'yishsa bo'ladi. Bu joydagi ma'lumotlarni ham bemalol o'zgartirib qo'ya olishadi o'zligi. Bu joydagi ma'lumotlarni ham bemalol o'zgartirishadi. O'sha nechinchi CSB, nechinchi BSB bo'lsa, ana shu joydan o'zgartirib bemalol qo'yishadi. Sizlar endi tahlillarni qilishga umuman qiynalmaysizlar. Faqatgina shu faylni ochib, mana bu joydagi ma'lumotlarni o'zgartirsanglar bo'ldi. Kimga kerak bo'lsa, videoni bemalol tarqatinglar. Agar savollar bo'lsa, murojaat qilinglar. Formulasini o'zgartirmaydigan qilib to'g'rilab qo'yganman. Shu jami ballarni hisoblaydigan formula, bilish, qo'llash, mulohazalarni hisoblaydigan formulalarni qulflab qo'ydim. Bilmasdan bosib yuborsanglar, bilmasdan o'chirib yuborsanglar, keyin nima qilaman deb o'ylab o'tirmasliginglar uchun bu formula qo'yilgan joyini qulflab qo'ydim. Bu joyda kiritilgan ma'lumotlarga qarab, mana bu joydagi formulalar to'g'ri ishlab, sizlarga to'g'ri natijani ko'rsatib beradi va o'sha bizga aytilayotgan so'ralayotgan darajada bemalol BSB va CSB tahlillarini rahbariyatga taqdim qila olasizlar har bitta fandan. Bu sizlarga amaliy yordam sifatida buni ishlab chiqdim. Bemalol foydalanishinglar mumkin. Va yana bitta joyini aytib o'tmoqchiman. Pechatga beradigan bo'lsanglar, o'sha pechatga beradigan bo'lsanglar, o'sha varrog'ini bitta varroqqa sig'adigan qilib belgilab qo'ydim. Bu ham muammo bo'lmaydi. Hozir belgilagan joyimdan o'tib ketgani uchun ko'rinmayapti. Mana bu joyda ko'rishinglar mumkin. Mana bitta varroqqa sig'adigan qilib belgilab qo'yganman. Bunda ham qiyinchilikka uchramaysizlar. Bemalol ma'lumotlarni kiritib, o'zgartirishlar kiritib, bitta varroqqa tushadigan qilib pechatga bersanglar bo'ladi. Jadvallar u yoqqa, bu yoqqa boshqa varroqlarga o'tib ketmagan. Har bitta sinfga alohida bitta varroqqa qo'yib chiqariladi. 1-sinfdan 11-sinfgacha 117-maktabdagi hamma o'quvchilarni oxirgi yangi kelgan va ketgan o'quvchilarini hisobga olgan holda ma'lumotlar kiritildi. Familiyalarni ham qaytadan kiritib o'tirishga hojat yo'q. Hamma familiyalar hamma sinflarda to'ppa to'g'ri.
o'zgartirmoqchi bo'lsanglar ustiga bosib bemalol o'zgartirsanglar bo'ladi. E'tiboringlar uchun rahmat. Foydalana olasizlar, yordam bo'ldi degan umiddaman.